Blogerlarim ko'payib ketdi. Bitta yaxshiroq ish bo'lsa ishlardim. Taqachida bitta ish chiqib qolar, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, chiroyli ekan. Yuzdekina ekan, kofilarni mazza qilib ichib ishlayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, sizlarda Toshkentliklar ishladimi? Yo'q, bizda ishlashmaydi. Bo'lmasa meni ishga olasizmi? Olaman. Jonim, tuzimsan, ishlaman, ko'rsan, ertalab soat 8 ga, kechki soat 10 gacha ishlaman, onasi. U bolaja betayin bola ekan, u ishlayman deb keluvdi. Yotibdi ishlamay. Jonim, men seni borib, so'raman. Azgina qoldi, oyligim olishdim. Mana bu betayin hamma mijozlarning narsasini ichib tashlayapti-yu, qanaqa bola bu? Menga qara, sen ishlayman deb keluvding-ku, ne yotibsan? O'zi yetdi-yu, Toshkentliklar ishlamaydi. Voy, g'alati bo'ldi-yu bu yog'i.